Ayrim sportchi deb hisoblayotgan insonlarimiz o'zlarining harakatlariga bugun o'zlari mas'uliyat bilan javob bera olmayapti. Masxarabozlikka aylanib ketdi ayrim holatlarda. Mana kuni kecha Toshkentda, non shahri bo'lgan Toshkentda Humo Arenada mana musobaqa bo'ldi. Umrimda birinchi marta boshdan oyoq ko'rdim mana shuni. O'ziga yarasha o'yin bo'ldi. Gap yo'q, kimdir yutqizdi, kimdir o'ziga yarasha saboq oldi harakatlari uchun. Lekin bu o'sha hayot, bu sport, bu kurash shunaqa. Lekin u kurash, sport ana o'sha maydonda bo'lishi kerak. Lekin ayrim bizni mas'uliyatsiz bo'lgan sportchi deb o'zini hisoblab yurganlarning harakatini oqibatida maydon qolib internetga ko'chib ketdi bu janglar. Internetda masxarabozlik darajasiga olib chiqildi va alal oqibat millionlab, minglab tubi bir bo'lgan Turkiy bizni qavmi qardosh xalqlarimiz bir-birini go'shini yeyapti. Mana bu katta fitna. 100 yil oldin bizni qanday fitna qilib parcha-parcha qilib tashagan bo'lsa, xuddi yana shu yo'ldan ketyapti. Bu kimga kerak? Bunaqa oktagon dedim, UFC mi nima bo'lishidan qat'iy nazar, agarki sport bunaqa darajaga xalqlar, millatlarni bir-birini haqorat qiladigan, bir-birini kamsitadigan darajada ota-bobolarimiz, davlatimiz rahbarlaridan tortib ziyolilarigacha xalqlarni yaqinlashtirish yo'lidagi uzoq yillik mehnatni parcha-parcha qilib bir tiyin qiladigan bo'lsa, bunaqa sport, bunaqa musobaqani nima keragi bor? Bu oktagonmi, boshqami, bu nima? Bu fitna maydoniga aylanib ketdimi? Yo fitna maydoniga aylantirishyaptimi buni? Hurmatli sportchilar, men barcha mana shu qardosh xalqlardagi sportchilarga aytmoqchiman. Hurmatli bovurlar, analarim, ag'alarim, hammaga aytmoqchi bo'lganimiz, ayirmachilik qilmaylik, millatchilik qilmaylik. Ayrilganni ayiraga deydi, bo'linganni bo'ri. Buni achchiq tajribasini o'tkazganmiz. Mana shuning uchun bugun bizni parchalanib ketganimiz uchun bugun qulsan deyapti. Bularda tarixi yo'q deyapti. Sizlar ularni tegirmoniga suv quyyapsizlar. Ana shuni kutganlardi. Hamma ustimizdan kulyapti. Ham bular bir-birini go'shini yeyapti deb. Kerakmi shu? Hurmatli sportchilar, professional bo'ling. Jangda o'sha ringda o'tkazing bo'ldi. Bunaqa mas'uliyatsiz qilishga hech kimda haqqi yo'q. Xalqlarni, millatlarni bir-biriga urushtirib qo'yishga. Bu sport emas. Ularning ota-onalariga ham iltimosimiz, qarang, bir o'ylab ko'ring, nima qilishyapti bular. Bir bo'laylik, boshqa xato qilmaylik endi.